Assalomu alaykum. Men bugun sizlarga judayam to'yimli va mazali chiqadigan noodatiy kotlet tayyorlash usulini o'rgataman. Buning uchun 8 gramm mol go'shtiga mayda qilib to'g'ragan piyozimiz va yarim chala pishirib olingan guruchimizni solib, tabga ko'ra ziravorli qo'shib olamiz. Alohida idishga 2 ta tuxumni chaqib, bitta katta qoshiqda un qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan qiymamizni yaxshilab urib, mana shunday shakllarga keltirib olamiz va tuxumli aralashmamizga yaxshilab botirib olib, qizitilgan yog'da orqa o'ngini aylantirib pishirib olamiz. Mana oloviylar ja unaqa baland bo'lib ketmasin, tuxumini hisobiga ozgina tezroq qizarib ketishi mumkin. Pishganlarni alohida idishimizga olib, solib olamiz. Guruchi pishmaydi deb o'ylamanglar. Men har doim oldindan guruchini 10 minut pishirib olaman suvda va uni oldiga kartoshka qovurib olamiz yaxshilab. Mana kartoshkalarimni ham qovurib oldim. Endi hammasini ketma-ketlikda qozonga solib dimlab, bitta to'la kosada suv solib, yarim soatga dimlab qo'yamiz. Mana judayam chiroyli, to'yimli va judayam ishtahani ochadigan kotlet bo'ldi. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Aziz obunachilarim, layk bosish esdan chiqmasin. Yana bundanda chiroyli retseptlar tayyorlashga harakat qilaman.